Xorazmda imkoniyat, chapdan yorib kirdi futbolchi. Uzatma markazga, juda palapartish zarba, gol! Barobar! Xorazm hisobni tenglashtirmoqda. Aqrorovni bizga ko'rsatishyapti. Nima bo'ldi? Azizjon Aqrorovmi? Gol muallifi, hozir ko'ramiz. Oldingi uzatma. Chiroyli o'tib ketdi ana bu yerda. Qanotdan futbolchi sherigiga ohista Buxoro vakillari bir-birlariga ishonib qolishdi, oxiri esa to'p Aqrorovga nasib etdi. Aqrorovga uzatma esa Alves Lucio tomonidan amalga oshirilgandi. Mana u, qarang, chiroyli o'tib ketgan futbolchi. Kimdan o'tib ketdi? Veljko Filipovichdan. Bu safar u ramziy terma jamoaga kirmasa kerak. Keyin qarang, 3 futbolchi, hatto 4 futbolchi Aqrorovga qarshilik ko'rsata olishmadi.